O'zi ham naq pulga. Qo'limda olsam bo'lar, aka sizlar ham sotmayman. Videoni ko'ring, videoni ko'ring. Bu yerda nima bo'lgan voqeani keyin ko'rasiz. Tovuq xo'ra so'yib ko'rgansizmi? So'ygan paytda bir bo'ynini olganingizdan keyin tozalab, qonini oqizib tozalaysizmi aka? Halol bo'ladimi? Aka hali qo'lim turibdi, men o'sha prezidentni bir halollay og'zidan. Nima bo'ldi? Ya bo'ldi. Fatma qaytaroq kelyapti. Hop. Juda kam bo'lib ketdi. Halol. So'rab beshga bermaganlar. Qaytaroq kelyapti. Qisqasi prezidentdan kam bermayotgan bo'lib keldingiz. Baribir ham o'sha narx, o'sha gap, to'g'rimi? Undan pasayib yutqarolmadingiz. Kuchingiz yetmadi. Ha. 1 million o'tkirib kela olmaysizmi? Shuncha ketganga yarasha. Juda O'zi sotgisi keluvdimi? o'zim sotim kelib juda past bo'lib ketdi. Qaytaroq keling dedim. Qisqasi 107 dan pasayib bo'lmayotgan bo'lib keldingiz, to'g'rimi? Bag'a ham bola. Prezidentga salgina balam deyman. Yana bittachilarga ham qaraydi. Yaxshi, bitta narsasi Muhriddin, mashinaningiz bitta narsasi qiziqtiribdi-da meni. Mana shu yurgani kamlik uchun qiziqolmanda, optimallik uchun uncha qiziqishim so'lib qolyapti. To'g'risini aytay. Ichidagi gapni odam to'g'ri aytib bilish kerak-ku. Men mashinam qiziqtiribdi. Yurgani kam, yaxshi, 22, laminatlar qilingan, akkurat minilganda optimalligi sal ana qilibdi-da. Qora diskga chiqqanda hozir shunday. Buni iloji sodasi rezinka bo'ladi, endi o'tmayman deyapti-da. Keng mekka. Yo'q, keling ham, bundaroq keling. Gapi bor, gaplashaylik deyapman aka. Bo'ladimi gaplashsak? Hech o'tari yo'qmi? Yo'q. Juda pastlab ketdi. Bo'lsa shunaqa bo'lmasa qaytaroq keling dedi. Mayli, bo'lsa bo'ldi. Barakangiz bilan 107 o'zi ham naq pulga. O'sha turmaymi aka? Shoshmang aka. Qo'lingizni olinglar. Qo'llaringizni olinglar. Ya shoshmang odamni. Qo'limda olsam bo'lar, aka sizlar ham sotmayman. Hali qanday qo'lga turibdi qo'lim? Qo'lni bosib yiqitdi. Shunaqa bunday yetalab taylamanglar. Ya odam o'tiribdi-ki bu yerda. Ya bu mashinki bu temir. Hozir noto'g'ri qilyapsizlar aka, hali to'xtang. Bir uyingizga tovuq xo'ra so'yib ko'rgansizmi? Jim turinglar, guringni eshitinglar-da. Tovuq xo'ra so'yib ko'rgansizmi? So'ygan paytda bir bo'ynini olganingizdan keyin tozalab, qonini oqizib tozalaysizmi aka? Halol bo'ladimi? Aka hali qo'lim turibdi, men o'sha prezidentni bir halollay og'zidan. Halollab olay aka. Mana bunday turibdi, qo'lni qayirib, mashina ustida chiqib ketyapsizlar. Bunchalik ham emas, bir temirki bu, temir ko'rmaganga o'xshamaydi aka. 500 ming qolar, mayli 1 million arzon olayotgandirman. 1 million 500 mingga hech narsa sota olibman bo'lmaydi, odam sal hozir mana shu video chiqib ketadi-da, o'ttirib olib keyin kommentga yozishadi-da, boshqa viloyatdan, bilan Qashqadaryo bari mol xalq deb yozadi. Odam ko'rmaganmi deb, mashina uchun shuncha qilyaptimi deb. Bittasi postoyanno yozadi, non ko'rmaganda yopish